Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Namunalik shaxslarni ulgu qilish insonning yaratilish tabiatida bor bo'lgan intilishdir. Bu fitriy xislatning turtkisida inson tug'ilgandan boshlabla o'ziga ulgu qiladigan birini izlashga boshlaydi. Bir buvoq oq qorni farq etishga boshlaganda ota-onasini taqlid qilishga, ularning mijoz xuluqlarini ulgu olishga boshlaydi. Ko'pincha odamlarning uning hayot mezonini o'ziga tatbiqlaydigan fikrlarini, yurish turishi, boshqalar bilan bo'lgan muomalasi, gap so'z qilish uslubi, hatto kiyim-kechak fasollariga qadar do'rab mangadigan ulgulik shaxslar bo'ladi. Shunlashqa har davrda yaxshi bilan yomonning ulgulik shaxslari shakllanadi. Yaxshilarning izidan mangish tavsiya qilinsa, yomonlarning xatoliklardan saqlanish uchun ibrat darslari so'zlanadi. Bugungi kunda bo'lsa, internet dunyosidagi ta'tur tashviqotlarning, shundaqla musulmonlarning islomiy qimmat qarashlardan yiroqlashishi, ulgulik islomiy shaxsiyatlarni yaratishga ahamiyat bermaslik sababli yoshlarning hatto xilil o'qimishli kishilarning ulgusi mol dunyosi ko'p, dunyodagi cho'ng boylar qatorida tizilgan boylar, ijtimoiy taratqularda nom chiqargan mashhurlar, futbolchi yoki artistlar bo'layotidi. Eng ichinishli yeri shuki, ba'zi ota-onalar avlodlariga ko'p qismli televiziya filmlaridagi artistlarni ulgu qilib ko'rsatmoqda. Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy ulgu tutishga loyiq zotning kim ekanligini bayon qilib mundaq deydi: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha val yawmal akhir va zakaralloha kathira." Shak shubhisizki sizlarga, ya'ni Allohga, oxirat kuniga umid bog'lagan va Allohni ko'p yod etganlarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Dinsizlar musulmon yoshlarning ulgusi bo'lishga boshlaganda, yoshlarning hayot qimmat qarashlari, choch fasollari, tabriklaydigan bayramlari, ishlatadigan narsalari ham o'zgarishga boshlaydi. O'z urf-odati, diniy qimmat qarashlari yo'qolib, zamonga moslashish va yoki moda nomi bilan o'zligini yo'qotishga boshlaydi. Buning natijasida bo'lsa, uning qalbida iymondan yiroqlashib, kufrga bo'lgan qiziqish paydo bo'lishga boshlaydi. Musulmon yoshlar har vaqt o'zining ulgusi qiladigan shaxslarga qarata hushyor bo'lishi, nijotlik yo'lida ketayotgan namunalik shaxslarni o'ziga ulgu qilishi, ulgu bo'lishga eng loyiq bo'lgan Allohning payg'ambari va uning sahobalarini, shundaqla ularning izidan mengib kelayotgan esil shaxsiyatlarni ulgu tutish kerak. O'z xalqimiz ichidagi utuq qozongan mashhur olimlarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ularning hayotida ulgu olib yashagan tariximizdagi millatimizga nurg'un tuhfalarni qo'shgan olimlar, qahramonlar ekanligini ko'ramiz. Alloh hammamizni qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih mu'minlar bilan birga qilsin. Kelgendur nusret, musulmonlar aziz bulgan aş ahiri, hemmisi rahmet, Rahmanımız razı bulgan aş.